Qiyomatda Alloh hammani bitta so'z bilan chaqiradi. Ey qulim deydi. Ey qulim, nima olib kelding? Nima qilding dunyoda? Bilmabman, ulgumabman, kallam olmabdi, tilim kelmadi. U detskiy bahonalar. Aka, jannatda eshik ochilmadi degani ko'chada aylanib yurasiz degani emas bu. Qiyomatda ikkita joy bo'ladi xolos. Jannat va do'zax uchinchi joy yo'q, aylanib yurib turadi. Masalan, o to'yga kirolmagan odam aytib yurishi mumkin bozorda aynan. Jannatga eshik ochilmadimi, sizga ruxsat berilmadimi? Bo'ldi, ikkinchi joyga bur tepadi kirib ketamiz. Voy kirmayman, men xohlamayman. Qiyomatda Alloh hammani bitta so'z bilan chaqiradi.